Xo'sh, miyajonim, biz ko'p o'qidik, sharmanda qilmaysan degan umiddaman. Avstraliyaning poytaxti. Kutib tur. Shu yerda yozuvlarim bor. Canberra? Aha. 1 milya necha kilometr? 1,6. Ajoyib. Pizza qayerda ixtiro qilingan? Bu yerda yozuvlarning keragi yo'q. Kuchli zavqlanish hissi bilan bog'liq xotiraga yuzlanish kerak. Neapol. Tushunarli. Hozircha yaxshi ketyapmiz. Kechirasizlar, 70% ga to'lib qoldim. Tez orada bo'shatishga to'g'ri keladi. Hozir emas, qo'rqvoy. Imtihondamiz, ko'rmayapsanmi? Shunchaki aytib qo'ydim-da, aka. Keyingi savol. Yaxshi. Grek alifbosining oxirgi harfi. Aha, bu shu atrofda edi. Obbo, deyarli o'chib ketibdi-ku. Qaysi biri edi-ya? Epsilonmi? Yo'q, sigma ham emas. Miya, menga ko'p kortizol kelyapti. Urishim tezlashyapti. Nimadir bo'ldimi? Xavotirlanma, ozgina stress xolos. Lekin hammasi yaxshi. Keling, bunisiga keyinroq qaytamiz. Yaxshi, inson tanasidagi eng katta a'zo. Bu o'pkamidi yo jigarmidi? Shuni bo'lmayapti-yu. Okajon, tishlaning, iltimos, qornim og'riyapti. Buncha hayajonlanyapsan. Yo xudoyim, iltimos, keyingi savol. Dunyodagi eng kichik mamlakat? Tarixdagi eng ko'p sotilgan kitob? Negadir hech qanday yozuv qolmadi. Hozir kurashish yoki qochish reaksiyasi ishga tushadi. 90% ga to'ldik. Bu attraksiondan ham battar bo'lib ketdi. Hey, kamida 1,5 metrdan jigarrang poyezd kelyapti. Hojatxona topish uchun 20 soniyangiz bor. Xo'sh, nima ham qilardik? Taxminan javob beraver. Bu imtihon shimni dog' qilishga arzimaydi. Peshonadagini ko'ramiz endi. Zeta, jigar, Manaka, kichkina shahzoda. Tamom, men tugatdim, domla. Hojatga borishim kerak. O'sha kechasi yarim tunda. Hey, ps. Uyg'oqmisan? Bu Omega edi. Ha? Xotirangga qurchsin sani.